Sho'rchi tumanidagi To'la va Zarbdor mahallalari fuqarolari joriy yil uchun hisoblangan mol-mulk va yer solig'ini birinchilardan bo'lib muddatidan avval to'liq to'lab, haqiqiy fuqarolik pozitsiyasini ko'rsata oldilar. Ushbu mahallalarda 2026 yil uchun hisoblangan mol-mulk va yer solig'ini to'lamagan xonadon qolmadi. Tumandagi birgina To'la mahallasi aholisi uchun joriy yilda hisoblangan 1,585 million so'm soliq to'lovlari va o'tgan yilgi 16 million so'mlik soliq qarzdorliklari to'liq undirilib 100% ga ortig'i bilan bajarildi. Hozir kunda mahallamiz 2026 yil soliqlarini 1 so'm qarzsiz 100% ga bajardi. Bunga erishish uchun mahalla yetiligi hammamiz hamkorlikda har bir xonadonga tushuntirib, biz to'lagan soliq mahallamiz ravnaqi uchun qo'shadigan hissamiz ekanligini xalqimizga tushuntirib 100% bajardi xalqimiz. O'tgan yil 2025-yilda ham respublikada birinchi bo'lib soliq rejalarini 109% ga yopgan edik. 7 ta ko'chamizga asfalt to'shaldi, xalqimiz bundan mamnun. To'lagan soliqlarimizning 10% o'zimizning mahalla budjetimizga kelib, mahalla infratuzilmasini rivojlantirishga yana katta hissa qo'shmoqda. Ichimlik suvi o'tkazdik 4 ta ko'chamizga. Xalqimizning soliq madaniyati kundan kunga yuksalganidan biz xursandmiz. Bunday natijaga mahallaga biriktirilgan soliq inspektori va mahalla yettiligining hamjihat mehnati tufayli erishildi. 2025-yilda o'tgan yilda eng birinchilardan bo'lib respublikada bajargan edi. 2026-yilda yana mana shu o'tgan yilgi natijalardan quvongan xalqimiz butun mana shu mas'uliyatni tushungan holatda barchasi bu yil iyul oyining o'zida respublikada birinchilardan bo'lib bajarib bo'ldi. Eng muhimi, bu mahallalar aholisi soliq madaniyati va yuksak fuqarolik pozitsiyasini namoyon etib, men ham mamlakat va mahallam ravnaqi uchun mas'ulman degan g'oyani amalda isbotladi. Bizning Sho'rchi tumanimizda jami 53 ta mahalla mavjud bo'lib, biz soliq xizmat organlari xodimlari mahalla yettiligi bilan mahalladagi xonadonlarga xonadonma yurib, mol-mulk va yer soliqlarini o'z vaqtida to'lashlari, ushbu soliq tushumlari mahallalar obodligi va aholi farovonlik xizmat qilish haqida batafsil tushuntirishlarni olib boryapmiz. Tumanimizdagi 2 ta To'la mahallasi, Zarbdor mahallasi 15-oktyabr sanasini kutmasdan mol-mulk va yer soliqlarini o'z vaqtida to'lab berishdi. Yana bir mahallamiz to'liq to'lash arafasida turibdi. Muqaddas Panjiva, Ilyos Rahmatov, tafsilot informatsion dastur uchun.